Demak, bugun bolajonlar bizni ona tili darsimizga quvnoq shirinxo'r ajdar mehmonga kelibdi. U shirinliklarni juda ham yaxshi ko'rar ekan. Har bir boshi turli xil savollarga javob bo'lgan shiriklarni iste'mol qilar ekan. Ajdarimizning birinchi boshi nima qildi so'rog'iga javob bo'lgan shiriklarni, ikkinchi boshi qanday so'rog'iga qanaqa so'rog'iga javob bo'lgan shiriklarni yerkan. Uchinchi boshi esa kim va nima so'rog'iga javob bo'lgan shiriklarni yaxshi ko'rar ekan. Siz bolajonlar mana shu shirinliklardan ajdarlarga tegishli bo'lgan shirinliklarni berib, ajdarni mehmon qilamiz. Tayyormisiz bolajonlar? Qani, Sabina qizim, boshladik. Barakalla. Barakalla. Mazali. Yo'q, adashdik. Qanday? Keyingisi. Sohiba. Quvnadi. Nima qildi? Quvnadi. Barakalla. Gilasa. Yozyapti. Nima qildi? Barakalla, nima qilyapti? Azbek. Baland. Qanday? Barakalla. Yopishtiramiz. Sayroqi. Nima qildi? Yo, adashdik. Sayroqi. Sayroqi qush. Qanday qush? Bobur. Sigir. Nima? Barakalla. Rishod. Olma. So'rog'i nima? So'rog'iga javob bo'ladi. Barakalla. Demak, bugun biz ajdarimizni shirinliklar bilan nima qildik? Mehmon qildik. Qarsak chalib qo'yamiz bolajonlar.